raqibni hayron qoldirishni. Va Zo'r TV telekanali nafaqat mana bu o'rtoqlik uchrashuvi, balki Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini, shuningdek mundialni to'liqligicha e'tiboringizga havola etishga tayyor. Ne'matov darvozabon chiqdi va yaxshi. o'z vaqtida yo'qqa chiqardi vaziyatni. Chiqib qo'ydi-da, keyin ikkilanishga haqqi yo'q edi darvozabon. Oxirigacha epizodni yakunlab qo'yish kerak edi. Buchinen Chiqib qo'ydi-da. Xavfli futbolchi. Mana shu Buchinenga hushyor bo'lishimiz kerak. O'ng qanotdan yorib kiradi odatda. Uy, xavfli to'qnashuv. Sariq kartochka, tezkor kartochka. Sirpanib ketdi. Menimcha Azg'aniyev bunaqa qo'pol o'ynash niyati yo'q edi va kanadaliklarni ham tushunsa bo'ladi. Hozir o'rtoqlik o'yini-yu bu degan ma'noda e'tiroz qilishyapti. Menimcha sirpanib ketdi. Shunaqa ko'rindi menga. Mana qarang. Qo'pol o'ynagan ekan. Qo'pol o'ynagan va hattoki e'tirozlar o'rinli ham desak bo'ladi. Jamoaning eng asosiy futbolchilaridan birida baribir Cornelius. Va bu keyingi agressiyani ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun Aziz sal baribir bosiqroq bo'lish kerak. O'ng tomondan asosan hujum tashkil etyapti Kanada. Va bu tomonda Buchanan. Mana bu faol, juda faol. Villarreal futbolchisi. Chempionlar Ligasida ham o'ynadi-yu. Shunaqa o'zi tarkib rang-barang. Ya'ni bizda ham bir jamoadan deyarli takror yo'q-ku. O'zi oxirgi payt shunday bo'lyapti. 11 ta jamoa vakillari tushib kelgan paytlari ham bo'lgandi. Bularda ham xuddi shunaqa. Ha, demak, tanishtirdik-a tarkib. O'zimiznikini tanishtirdik. Tanishib ketdik. Eldor o'ng tomondan, chap tomondan endi boshamiz. Zo'r Oston kirib boradi. Oston o'yladi. Eldor Shomurodov ko'ryapti deb o'yladi. To'p chiqib ketdi, lekin epizodni tugatib qo'yish kerak, do'stlar. Yana xuddi o'sha deja-vu bo'layotgandek Misr bilan kechgan uchrashuvning ssenariysi takrorlanadimi deb turib xursand bo'lib ketgandim, lekin Oston to'xtab qoldi. Va Ostonning individual o'yini raqiblar ham ko'rgan-ku, bar Misr bilan uchrashuvni tahlil qilishgan. Juda chuqur tahlil qilmagan bo'lsa ham. Abduvohid Ne'matov mana Sayfiyev o'ngda ekanligini ko'rib ishonch hosil qilishimiz mumkin. Boyaga taxminimiz to'g'ri ekanligiga. O'ngda chunki u ikkita joyda o'ynay oladi. Shukuru. Zo'r. Chapga ajoyib pas. Lekin bu to'p boradi. Burchak zarbasi ishladi, yaxshi. Nasrullayev. Offside bormidi? Kulib qo'yapti-ku. Demak, burchak zarbasi yo'q. Xo'p, Kanadada ikkinchi raqamda Alistair Johnson ro'yxat bo'yicha ketaveramiz. Stefan Estakio 7. 8-chi Ismail Kone, 9-chi raqamda Kyle Larin, Jonathan David 10-chi raqamda harakat qiladimi? Yana Buchinendan faollik va yana foul. Shuncha muammo tug'dirdi bizga 5 daqiqa ichida shu futbolchi. Endi klass baribir sezilib turibdi. Liam Miller 11-chi, 12-chi raqamda 13-chi raqamda Derek Cornelius, 15 Moise Bambito, Maxim Kripau 16, darvozabon Tayin Buchanan 17 va Richie Lareya 22-chi raqamda harakat qiladi. Pressing Kanadada ishlayapti va nafaqat Villarreal futbolchisi, balki Juventusning vakili bo'lgan Jonathan David ham 10-raqam ostida. O'zi aslida o'yin qanotda o'ynash kerak, lekin u markazga tushib o'ynayapti ko'p holatlarda. Sekin-sekin kirishib boraveramiz. Kone ancha faol.
va yomg'ir tinmayapti. To'liq yomg'ir ostida o'tyapti uchrashuv, buni ko'ryapsiz. O'zi turli tuman hududlarga boradi terma jamoamiz. Nyu-Yorkka borgandan keyin mana hozir Edmontondan yana qaytiladi. Nyu-Yorkda o'yin bo'ladi. Undan keyin Atlanta va Meksika sayrda xullas. Bo'ldi, to'p olindi. Shu joyda chiqib ketish ishlanyapti chog'i. Kanada terma jamoasining futbolchilari bir-biriga juda yaqin zich turishibdi. Shuning hisobidan to'pni olib chiqib ketish qiyin bo'lyapti. Chap qanotdan hujum. Oldingi chiziqqa ketdi va birga bir Eldor o'tib ketadimi? Eldor o'tib ketadi. Hisobni ochadi. Zarba. Eldor darvoza surilib ketdimi chap tomonga? Eldor. Lekin rasmiy o'yinlarda bunday vaziyatlardan foydalanish kerak. Himoyachi ham xato qilib berdi-da. Ha. Mana bu yerda to'pni to'xtatishda Eldor ozgina xato qildi, uzoqlashtirib yubordi, keyin himoyachi sirpanib ketdi, Eldor esa zarba to'g'ri bera olmadi. Zo'r bo'lardi. Boshda hisobni ochib olsak, Chempionlar Ligasi finalining davomi bo'lardi. 7-daqiqada urdi-yu unda. Ha, biz ham lekin hozir qarshi hujumda o'ynadik. Kanada faollashdi. Kanada to'pni nazorat qilyapti. Lekin eng xavfli vaziyat bizda bo'ldi. Ha, ikkinchi raqam bo'lib o'ynayapmiz hozir. Mana faol pressing maydon yarmidan u yog'iga boshlanyapti. Menimcha Davron o'zi umumiy biz ikkita o'yinda, kamida ikkita o'yinda ikkinchi raqamda o'ynaymiz o'zi. Kolumbiya hamda Portugaliyada. Va bunga moslashishimiz ham kerak deb o'ylayman. Asosiy skilllarni shu joyda amalga oshirib olamiz. David yaxshi o'ynadi. Bukiningga to'p uzatib berildi. Villarreal futbolchisi sherik qidiryapti. Tepib yuborish kerak. Yaxshi pas bilan chiqmoqchimiz, lekin yana shu futbolchi. Ikki futbolchiga qarshi hech narsa qila olmadi. Johnston qo'l bilan o'yin. Ha, jarima zarbasi beryapti. Referi Kanada foydasiga. Alistair Johnston, kanadalik futbolchi, Celtic vakili. Celticning asosiy futbolchisi oxirgi o'yinlarda 90 daqiqadan ishtirok etgan. Ya'ni yaxshi tarkib, juda ko'p Yevropada o'ynaydigan futbolchilar. Va Jesse Marsh bosh murabbiy. Uning jamoasi faollik ko'rsatyapti va jarima zarbasini ijro etadi. Yuqoridan yaxshi o'ynadi Abduvohid. Risk qilmasdan mushti bilan urib yubordi. Farruh Sayfiyev to'pni egallab olmoqda va kartochka qizil bo'lib ketdi. Bahslashma, Farruh, bahslashma. Indama. O'zi to'pni qochirib yubordi, natijada qoida buzishga majbur bo'ldi. Va o'sha joyda ketib qoldi-da to'p. Ha, chunki to'p Farruhda edi, u pozitsiya bo'yicha yaxshiroq edi. Sekinroq mana. O'zi ham rosa aylanibdi. Kone. Ismail Kone, Sassuolo. O'ng qanotimiz futbolchimizga sariq bo'ldi. Ha, o'ng qanotimiz sarg'aydi. O'yin qanot haqida gap boshlangan edi o'zi. Sharh ham shundan boshlangan edi. Yana ichkariga havodan uzatib beriladi. Abduqodir Husanov to'pni uzoqlashtirdi. Lekin Kanadaga kelib tushdi yana. Xavfli uzatma. Ashurmatov, Hamrobbekov, Shkurov va Nasrullayev o'ylab o'tirmay oldinga tepdi. Bu yerda Eldor birinchi to'p uchun kurash olib boryapti. Eldor oston edi. Harakat qilish kerak. Offside bor edi va to'ppa-to'g'ri. Hammasini hakamlar ham endi jahon chempionati rejimida ishlashyaptimi, to'g'rilab olishlari kerak.
Kanada ham sal bizga imkoniyatlar berib turib, qarshi hujumga hududlar ochib turib, harakat qilishyapti. Pozitsion hujumda qiyinchilikka duch kelishyapti. Fabio Cannavaro va Davron Ahmedov. Endi biz boramiz bosim o'tkazgani. Cornelius Larreyaga to'pni uzatib berdi. Juda chiroyli harakatlar bilan Millar aldab ketdi va oldingi chiziqdagi sheriklariga to'pni ta'minlaydimi? Yaxshi. Lekin xavf butunlay bartaraf bo'lganicha yo'q. Ya'ni Buchanan shu Villarreal futbolchisi ancha muammolar keltiryapti. Ancha yaxshi o'ynayapti, tartibli o'ynayapti. To'pni oldi. O'zbekiston milliy jamoasi va ketdik. Tezroq o'ynash shart. Hamrobekov zo'r katta Eldor sirpanib ketdi, lekin yaxshi o'ylangan edi. O'zini yo'liga to'g'rilab olgan edi. Shu joyda to'pni darhol olishimiz kerak shekilli. Va mana bunday keskin ravishda futbolchilar sirpanishi maydondan yiqilib tushishi, har xil jarohatlar keltirib chiqarmasa bo'ldi. Maydon lekin 1-2 oy oldin tabiiy chim yotqizilgan. Undan oldin sun'iy, endi Kanadadagi sun'iy maydonlar ham normal bo'lsa kerak. Pozitsiyani zo'r tanladi mana bu yerda Nasrullayev. Oston. Orqaga boshqa iloji yo'q. Kanada juda faol pressing qilyapti. Endi 90 daqiqa bunday o'ynamaydi-yu, hozir chidab berish kerak. Va bitta-ikkita yaxshi qarshi hujumga chiqib ketdik ham. Boya Eldor Shomurodov birga bir chiqqandan tashqari yana birga bir chiqib ketayotganda sirpanib ketdi-da. Aks holda uni ham o'sha yaxshi tashkil etilgan qarshi hujumlar sirasiga kiritsak bo'ladi. Dastlabki dekada poyoniga yetdi. Shu 10 daqiqalik muhim edi. Bir-birini tekshirib olishga, o'zi rollarni ajratib olishga. Final, Chempionlar Ligasi finali yaqqol ko'rsatdi-yu, rollarni bo'lishib olish. Jahli chiqyapti. Shukurovni tepib ketdi-ku deyapti. Ne'matov xotirjamlik so'rayapti himoyadagi sheriklaridan. Ikkinchi qavatda Shomurodov birinchi bo'lib ulguradi, ketdi. Oston, voy. Nima yo'san Nasrullayev ekan-a? Eldor asosan shu chap qanot futbolchilari bilan hujum tashkil etyapti Davron. Baruq G'aniyev Vingermas va vazifalari ham bo'lakcha shekilli. O'zi bizning sxemamiz o'zgaruvchan, 4-3-3 dan 4-4-2, 5-2-3 dan 5-3-2 ga o'zgaryapti. Ya'ni Azg'aniyev markazga ko'p yordamga kelyapti. Va kartochkasini ham o'sha markazda oldi. Hujum boshlayotganda ham markazdan start olyapti. Oston bilan Eldor juftlikda oldinda qolyapti. Biz jang qilyapmiz. Kanadaliklar baribir uylarida o'tayotgan mundialda ko'proq ehtiyot bo'lib o'ynashyapti muxlislar ko'z o'ngida. Lekin Davron baribir Meksikadagi uchrashuv bilan bu uchrashuvdagi muxlislarning farqini ko'ryapmiz-da, farqli ancha. U yerda yovvoyi muhit bo'ladi baribir. Kanada tomoni o'sha teatr ko'rgandek tomosha qilyapti-da. Ashurmatov, Shomurodov yaxshi. Ketdik. Mana bu tomonda Oston ochilgan, lekin o'ng tomonga uzatib berildi. Pas. Yomon o'ylashmadi, lekin. Bombitomi? Moise Bombito, Nitsa. Birinchi to'p bizniki, orqaroqqa Shukurov sekin
keyinroq hujum tashkil etishga harakat qiladi jamoamiz. Sherzod Nasrullayev ikkita futbolchiga qarshi o'tib keta olmadi va endi qarshi hujumni shu joyning o'zida to'xtatish kerak. Birinchi to'p oldik. Ashurmatov buzdimi qoida? Ozgina gavdasi bilan o'ynab yubordi deb hisoblandi shekilli. Bombito chapga, Ream, Cornelius yaxshi Gol oldik. Oston o'zi yuguradimi? Ochilayotgan Nasrullayev bor. Nasrullayev chalg'ityapti. Boshqa futbolchiga ham uzatsa bo'ladi, kirib bor. Hali ham to'p bizda qolishi mumkin. Yo'q, endi orqaga qaytamiz. Tavakkal qarordan ko'ra aniq orqaga to'pni uzatgan yaxshiroq. Sayfiyev umuman hujum chizig'iga chiqib ketyapti. Qoida buzilmabdi. Kanada mana shu necha marta Miller fintini o'tkaza olyapti. Shuning uchun ham to'xtatib qo'ya qoldi-da Hamrobekov. O'ng qanotdan Buchanan, unga qarshi Nasrullayev, Buchanan ham texnika ko'rsatmoqchi va mana bunday devorchi uslubida o'tib ketishga harakat qildi. Ashurmatov yopadi bu zonani albatta. Toza o'ynadi, olib qo'ydi, uzoqlashtirdi. Bu yerda ikkinchi qavatda Shoma va Ostonga yetib kelmadi to'p. Shomurodovni yaxshi qo'riqlashyapti. Davron Liam Miller Liverpool tarbiyalanuvchisi ekan. Liverpoolda joy ola olmagan, u keyinchalik Bazilga o'tgan, Prestonga o'tgan va hozirda Hull City vakili bo'lib Jahon chempionatiga keldi. Ular yaxshi futbolchi. Oson bo'lmayapti birinchi taymning birinchi qismida. Kanada baribir mezbon ekanligi sezilib turibdi. Tashabbusga ega va mana bunday uzoq masofaga pas Abdulla Abdullayev taqib qiladi Davidni. Voy. Yo'q, butunlay o'tib keta olmadi. Miller ikkisi ochib pas bera olishdi. Azg'aniyev zonani yopdi, darhol uzatma. Eldor Shomurodov tezlikni oshiryapti, bitta himoyachi unga qarshi o'girilib oldi. Kutyapti sheriklarini. Eldor fint, ikkinchisidan uzatma. Zo'r o'yladi. To'pni yo'qotmaslik kerak, muhimi, qaytarib berish kerak. Hamrobekov ya'ni oldingi chiziqdagi pressingdan tashqari himoyada ham yaxshi bosim o'tkazyapti-da Kanada. Joylar bermayapti. Yana ketdi Kone. Bular ham qarshi hujum tashkil etishyapti. Yugurayotgan futbolchilar bor. Husanov doimgi ishini qildi. Miller 2-3 marta aldaganiga to'p nimadir bo'ldi shekilli. Shu Abduqodir nimadir qildi to'pni. Azg'aniyev maydonda yotibdi. Shifokorlar yordami kerak shekilli. Shunga e'tibor qaratishdi futbolchilarimiz va yetib kelishdi bizning tibbiy guruh. Son qismini ushlayaptimi? Sal pasroq shekilli. Yo'q. Jiddiy o'xshaydi. Alisher Aripov. Gurgen. Dastlabki muolajalar. Risk bo'lsa almashtirsa kerak Cannavaro. Bugun imkoniyatlari bor.
Shuning uchun ham 30 ta futbolchini olib ketgandi baribir. Hattoki qaror qabul qilib qo'ygan bo'lsa ham o'zgartirish kerak. Jahon chempionatiga o'zi sharhga kirishda gaplashgandik shu mavzuni. G'aniyevni qanday qilib sabr qilgani-yu, oxir-oqibat jahon chempionati ishtirokchisi sifatida terma jamoamizda kelgani bir qiziq tarix sifatida gapirilgan. Ha, qiyin davrdan so'ng sabr qilib ishlashda davom etib, mana mundialga yaqin keldi. Endi umid qilamiz bu tezda bartaraf etiladigan muammo. Azg'aniyev ehtiyot chorasi sifatida almashtirilyapti va adashmasam Abbosbek Fayzullayev tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Yana bir bor so'rayapti Fabio. Nima qilamiz deb. Davom ettirmagani ma'qul. O'zini asragani. O'zi ham tushunib turibdi. Qolaversa sariq kartochkasi bor. Shu o'ng qanotda muammolarimiz davom etyapti. Osiyo chempionatiga ham shunaqa bo'lib borgandik. Hojiakbar Alijonov yo'q. Endi Eldor Shomurodov ham yo'q edi unda. Demak, Abbos tushdi. Hali tushishga ham ulgurmadi. E'lon qilib yuborishdi. Bari shuku deyishdi. Hamma biladi O'zbekiston terma jamoasining sxemasini, kimning o'rniga tushishini. Millar yana kirib boryapti va yaxshi Sayfiy bu safar olib qo'ydi. Abduvohid oldingichi Shukurov o'tirib oldi to'pga, yaxshi o'tirib olib ham qo'ydi. Va zo'r tezkor qarshi ofsaydchi ekanda. Turib qoldi-da. Kadrdan uzilgan payti sezilgandi. Ana Abbos tushdi. Va o'ng qanotga yo'l oldi. Abbos o'zi Turkiya chempionatida ham o'ng qanotda ko'p o'ynadi. Va Azg'aniyevdan farqli ravishda Abbos aynan qanotdan turib yorib kirish xususiyati, ya'ni moslashuvchanroq bu masalaga. Azg'aniyev tarkib, ya'ni sxemani transformatsiya qilishga zo'r variant. Azg'aniyevda Jamshid Iskandarovdan ham bir chimdim bordi. Endi Abbosda ham bor bu narsa katta. Qo'l bilan o'ynadi. Ber. Hisob 0-0. Kanadaning o'sha ilk daqiqalardagi faolligi sal pasayishni boshladi. Endi tashabbusni qo'lga olishimiz ham mumkin. Hamrobbekov va Shukurov to'p oldida. Hamrobbekov orqaga uzatma. Abdullayev. Baribir Abduqodir o'ngroqdagi markaziy himoyachi pozitsiyasida, Abdulla Abdullayev esa markazda. Boshda to'g'ri berishgan ekan. Yo'q, ular Ashurmatov o'yinda berishdi. Ashurmatovmi? Husanov markazda, chapda Abdullayev ko'rsatishdi adashmasam. Hamrobekov, Fayzullayev ishga kirishdi, o'ng qanotga Sayfiyevga o'zi ochiladi. Sayfiyev endi qiyin. Ikki futbolchi qarshisida qolib ketdi. Sayfiyev sekingina yetib boradi Abdulla Abdullayev. Ne'matov. O'zi bizda o'sha Husniddin Aliqulovning jarohatidan keyin eng asosiy yechim talab masala shu edi. 3-chi markaziy himoyachi kim bo'lishi? Va u qaysi oyoqda o'ynaydigan futbolchiligi ham muhim bunaqa payt. Pozitsiya muhim, mana bu yerda. Abbos Fayzullayev pressing natijasida shoshirib qo'ydi himoyachini. Lekin juda bir maydalashib ketdi follar. Hakam maydalashib ketdi. Shunaqa shoshib qolishyapti kanadalik futbolchilar. Nima qoida buzdi bu yerda Abbos so'rash kerak.
o'ynab ketishdi, darvozabon to'pni qaytardi yaxshi. Birinchi burchak zarbasi adashmasam. Va birinchi qutqaruv. Yaxshi o'ylagan edi. Hasan yomon emas edi. Eshtakio. Bu ham Portugaliya chempionati vakili adashmasam, Los Anjelesga o'tgan ekan, mayli. Uzatma amalga oshirildi. Yuqorida jang va chiqardik. Abbos Fayzullayev kirishib ketdi, oston berdi kurashadi. Eldor ham, ammo birinchi to'p Kanadaniki. Yaxshi. Hamrobekov ancha sport formasini yaxshilab olib ketdi. Mana bu yerda o'ng qanot imkoniyati bor. Oston O'runov yaxshi pas. O'ngga hisob ochamiz ani. Eldor zarba. Voy, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Hay. Vaqtida ulgurdi tepishga to'g'ri, lekin himoyachilar ham juda tez yugurishdi, Bambito bo'lib. Zo'r rivojlandi mana bu qarshi hujumimiz. Sal o'ngga berib yuborishi ham mumkin ekan-a. Endi baribir forward tepadi-yu. Bunaqa variant ham bor edi. Lekin to'g'ri tepdi muhimi, boya birga biri bundan zo'rroq vaziyat edi. Balkim burchak zarbasidan gol urib qo'yarmiz. Eldorning o'zi ham bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Fayzullayevdan uncha ko'tarilmadi to'p. Sayfiyev yutib chiqdi. Yaxshi imkoniyat. Eldor ofsayd bor. Burchak zarbasimi? Yo'q. Ofsayd. Eldor xavfli xabar ular uchun. Agar Kanadani ko'zi bilan qaraganimizda juda xavfli futbolchi bo'lib ko'rinyapti-da. Ha, va 3 ta vaziyat yuzaga keltirishga ulgurdi Shomurodov. Turkiya chempionati to'purari. Rostdan maydon sirpanchiq ekan, baribir. Kanada bo'lmasin, o'yindan sal oldin yoqqan yomg'ir ta'sir qiladi. Bu yomg'ir qizig'i 3-4 kundan beri tinmayapti. Qorga aylanish xavfi bor deyishgan ekan o'zi. Ha, aynan yog'ingarchilik mavsumi. Edmontonda ancha maydondagi vaziyatlar tenglashdi. O'yin tizgini butunlay Kanada tomoniga o'tib ketganda boshda sekin-sekin futbolchilarimiz qaytarib olishyapti. Tenglik. Bu Larin. Kyle Larin. sekin moslashib o'yinimiz o'sishga erishsa kerak mana shu yig'in davomida. Niderlandiya bilan butunlay boshqa daraja bo'ladi baribir. Chunki Gollandiya ham ikkinchi o'rtoqlik o'yini-yu, ular ham yanada tayyorgarlik ko'rib kelgan bo'lishadi. Ular ham pishishadi baribir musobaqa davomida. Ikkita keskin o'ynaganimizni ko'rib ular sal ehtiyotdan bo'lishsa kerak. Van Dijk bilan Shomurodov dueli juda qiziq. Van Dijk 34 yoshida barcha uchrashuvlarni 90 daqiqa o'tkazgan kamsonli futbolchilardan biriga aylandi-da. Voy, hujum. Shu joyda kerak emas. Zarba yo'llanadi. Noaniq. Abduvohid maksimal sakradi, tegmadi, bildi to'pni aniq ketayotganini. Kanada tezkor hujum bilan javob berdi. Va 0-0 hozircha. Kanada Bosniya bilan boshlaydi 13-da. Keyin Qatar bilan, Shveysariya bilan. Keyingi o'yin Irlandiya ekan. Yaxshi o'ynadi hozir Oston, ammo qolmadi to'p bizda. Sherzod. O'zi Sherzoddan sal oldin Otabek ham chala turtib yuborgandi. Darhol o'zgarishlar mana birinchi taymning o'zida. Kanada tez to'pni o'yinga kiritdi, xavfni bartaraf etdi-ku, to'pni egallay olmadik. Borada Abbos.
Abdulla Abdullayev, Rustam Ashurmatov teparoqqa chiqdi. Bog'lamlar hosil qilishga urinyapti jamoamiz. Oston O'runov to'xtatildi. Shu odati bor ekan Kanadani. O'zgarish yarim soat o'tdi. Endi biz ku majburiy o'zgartirdik. Kanada terma jamoasi majburiy emas. Chap qanotidan xavfsirayaptimi? Lari chiqib ketdi. Bambito. Ikki marta sirpanib ketdi. Shu joydagi xato. Yaxshi. Zo'r to'xtatdik bunisichi. Uzatma bo'ladi va yetib borish juda qiyin. Millar yomon tez yugurar ekan bor-ku, u tomondan ham bu tomondan ham yetib kelyapti. Texnikasi ham yaxshi. Ko'rinib turibdi baribir Kanadada o'sha bir necha ancha sifatli futbolchilar jahon darajasida. Jismoniy baquvvat ham va David ham ikki qanotda o'ynayapti. Vaziyat taqozo qilsa o'ngga ham o'tib harakat qilayotganini ko'ryapmiz. Bizga qancha kuchli o'ynasa yaxshi bir tomondan test uchun. Yaxshi kombinatsiya. Abbos Fayzullayev faqat oldinga emas. Long ball Ketdi, mana shunaqa kurash bo'ladi. Qarshi hujumga imkon beryapmiz. Chiroyli aldab o'tdi. Shuning uchun muxlislar olqishlab qo'yishdi. Kone Buchanan uncha ko'rinmay qoldi. Lekin markazdan kiryapti o'sha 17-raqam. Millar uzatma, darvozabon to'pni egallab oldi. Yaxshi qo'ldan chiqarib yubordi, lekin bu uning hududida edi. Egasi edi to'pni. Husanov o'ng tomonga uzatib berdi. Zo'r edi-yu, lekin Eldor boshqa tomonga qarab yugurib ketdi. O'sha himoyadagi kamchiliklar tufayli ham Bambito bilan Lariya olindi. Ikki marta sirpangan futbolchilar. Ayniqsa o'sha markaziy himoyasining xatosi ketdi, olib qo'ysa bo'lardi. Bos, yaxshi Abbos. Ana bu yo'g'i toppa toza. Abduqodir Husanov va uning mashhur patkati. Shu joyda zo'r aldab o'tib ketdi. Kone. Buni ko'rib turib, albatta Abduqodir javob berish kerak edi. Boya Oston bu boshqacharoq uslubda aldaganini esa takroran ko'rmadik, afsuski. Niko Sigur, Defogorolis, Millar oldinga chiqdi, lekin oldik. Ana endi Shukurov, zo'r Shukurov. Ber pas, Trivela, yomon emas, Abbos. Unga qarshi yangi tushgan futbolchi. To'g'ri qilayotgandi, tezlikda Farruh Sayfiyev yorib o'tishi mumkin edi. Farruh baribir hujumkor futbolchi. Ko'proq hujumni o'ylab tushiriladigan futbolchi. O'ng qanotda Hamrobbekov chiroyli uslubda pas bermoqchi edi. Burchak zarbasi ishlamoqchi bo'ldi menimcha. Va hozir Sayfiyev imkon qadar uzoqroqqa uloqtirishga harakat qiladi to'pni. Va mana Abbos bilan kombinatsiya. Yomg'irchani ovozi kelib turibdi. Kurash Buchanan kurash olib bordi va Sherzod Nasrullayev chap oyog'iga to'g'rilab shu yerdanmi yo'q pas berishga qaror qildi. Eldor Shomurodov yiqildi. Yiqdi-yu.
To'g'ri, endi hakam bunga ham indamasligi kerak. Mana yiqilgan futbolchiga to'g'ri qildi, reaksiya bermasdan. Lekin boya Eldor Shomurodovga nisbatan qoidabuzarlik bo'ldi menimcha. Ikkinchi bo'limda ancha o'zgarishlar bo'lsa kerak. O'zi hammada bir 8 ta 9 ta futbolchi almashyapti-yu. O'rtoqlik o'yinlarda. Biz ham bundan foydalanamiz. Turkiyada ham kecha Gülerlar ham 60-daqiqada tushdi-da. Pressing olib qo'ydik va Abbos yo'nalishni o'zgartirdi. Bo'sh zonaga chiqib boryapti, chap qanotda ochilyapti. Sherzod Nasrullayev qabul qildi. Oston O'runovga tashlab ketdi. O'tib olmadik. Ikkinchi urinish bo'ladi. Sherzod yuqoridan va Abbos urinib ko'rdi. Borada Sayfiyev berpas yaxshi Hamur Robekov yetib keldi qaylardandir. Aylanib o'tdi bor-ku raqib futbolchisini. 37-daqiqa. Lekin tashabbusni qo'lga olyapmiz. Lekin eng ko'p ishlangan narsa Davron menimcha shu qarshi hujumga o'tishdagi tezkorlik ekan. Ya'ni tartibli, aniq reja asosida chiqyapmiz-da. Kim oldinga chiqib ketishi ma'lum. Sayfiyev bilan Nasrullayev ko'proq vingerga aylanyapti o'sha paytda. O'sha qanotda o'ynagan hujumkor futbolchilarimiz esa o'sha paytda markazga kirishyapti. G'oyalar bor. Ajoyib Oston. Oston ikkitasini olib kelib keyin qildi. Uning fintlari dostonga aylanyapti sekin-sekin. O'zim ham dostonni yordim. Shuni aytayapman. Sizni qo'llab-quvvatladim-da shunga. Eldor yaxshi bordi pas o'ng qanotda. Hamma o'ngga kutdi-da. Lekin kutilmagan qaror edi. Agar tushunganda Abbos. Abbos ham shuna qo'yiladi-da. Hamma qattiq. Xo'p. Olib qo'yamiz shu yerda. Mana bosim, ikkita futbolchi boryapti. Hech bo'lmasa taktik faol, to'g'ri bu ham. Natija albatta muhim emas-ku, baribir yaxshi kayfiyat uchun ham natijani yaxshi. O'zgartirishga harakat qilishyapti yigitlar jarayonni. Voy, o'tkazib yuborishdi va bu sal qoldi. Abdullayevning sa'y harakati bilan vaziyat yo'qqa chiqdi har holda. Miller yana xavf tug'dirdi. Bular ham qarshi hujum rejimiga o'tib olishdi. Shu qulay shekilli edi. Burchak zarbasidan to'p o'yinga kiritib yuborildimi deyman, takrorlar namoyish etilayotganda. Katta risk edi Abdullayevda, lekin mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Xo'sh, to'p o'yinga kiritib beriladi. Va ikkinchi qavatda xavfli o'ynadi hozir Kanada. Abbos qochadimi? Millar kelyapti. Voy. Qizil ber. Abduqodir shart emas. Hozir shart emas. Endi do'stada Abbos. Yomon tepdi-da Davron. Urushib ketsa ham yanada yomon bo'ladi biz uchun. O'z o'ng qanot ketib yotibdi. Mana hozir takror lavhani sal yiriklashtirilgan plani kerak edi. Sariq kartochka. Ashurmatov oldingi chiziqqa bo'lmadi. Jahon chempionatida inobatga olish kerak. Mana shunday futbolchilar bahslashib, keraksiz kartochkalardan ehtiyot bo'lib, ayniqsa Abduqodir. Juda kerakli edi bizga. Eldor zo'r to'g'riladi va oxirigacha agar
yanada to'pga egalik qilganida Abduqodir o'tkazib yubormasa kerak. Voy o'tkazib yubordi. Millar aldayapti. Kamdan kam sodir bo'ladigan hodisa. Cross noaniq pas beradi-yu. Butsalarini to'g'rilab qo'yapti Abduqodir, sirpandida baribir. Lekin fint ham yaxshi chiroyli edi. Birinchi marta emas, Buchanan bo'ldi. 2-3 marta mana shunday fintga ilintirdi bizning futbolchilarni. Haqiqiy winger ekan o'zi, qanotda chiziqqa yaqin o'ynar ekan. Bo'lim tugayapti. Yomg'ir shivalayapti. Kanada foydasiga out va kanadaliklar o'ng qanotdan yana oldinga borishga urinsa kerak. Baribir ularda mezbon sifatida mas'uliyat bor. Ozgina baribir natijaga intilishadi. Muxlislar ko'pchilik bo'lib tashrif buyurishdi. Yaxshi chiqib keldi markazga qarab Abduqodir va to'pni egallab olishimizga zamin yaratib berdi. Sayfiyev o'ng qanotga Abbos Fayzullayev texnika bor. Oppa, yaxshi. Mana endi foul. Sariq kartochka. Ikkita sariqqa o'tirg'izdi. Abbos chiqa solib Millardan ko'ra ko'proq ish qilyapti qanotida. Darhol sezildi Fayzullayevning o'yinga qo'shilishi. O'zi zo'r ochildi endi o'sha tomonga, o'zini taklif qildi-yu. O'zi qizig'i o'sha tomondagilar faqat sariq olyapti shekilli. Millar ham hozir ham o'sha tomonda sariq bo'ldi va bizning ham ikkita sarig'imiz maydonning o'sha qismidagi futbolchilarimizga ko'rsatilgan edi. G'aniyev, Sayfiyev. Abbosning uzatmasi yuqorida bo'ldi. Ajoyib tarzda ochildi, zarba yo'lladi, darvozabon ham chiroyli seyv ijro etdi, tan olish kerak. Va mana bu yerda olib chiqdi. Bashaksheherdagi bog'lam ishladi deyishimiz mumkin. Uzatma ham zo'r. Offside bor deyildimi o'zi? Bor ekan. Bayroqcha ko'tarildi. Shuning uchun hushtak chalindida darhol. Lekin seyv baribir muxlislarga yoqdi. To'p bizniki. Hamrobbekov ajoyib tarzda o'tkazib yubordi hozir Abbos to'pni. Chiroyli o'ynashga o'tib ketdik-a. Ishonch sekin-sekin ko'payapti futbolchilarimizda. Pressing ham kuchaydi. Xatolar ham paydo bo'ldi Kanadada. Yana bitta out. Ulguramiz bitta yaxshi hujum tashkil etishga. Sekin-sekin borib olyapmiz boru o'sha qanotdan. Bizniki. Sayfiyev ulguradimi? Yo'q. Bayroqcha orqali qaytarib olgandi maydonga, lekin undan oldin chiqib ketgandi. Birinchi taymning birinchi qismida Kanada, birinchi bo'limning oxirida O'zbekiston tashabbus bilan o'ynashdi. Hisob ochilmadi, qancha qo'shadi. Bizda ikkita golli vaziyat, ularda yo'q. Mana shu oxirgi vaziyat bo'lishi mumkin. Ashurmatov yaxshi o'ynagandi. Yaxshi ekan shu harakati. Bo'l to'p chiqib ketadi.
Abduvaqt bildi yetib kela olmasligini. Qo'shib berilgan birinchi daqiqa poyoniga yetyapti. Kanadalik futbolchilar ustozi menimcha birinchi bo'limdan unchalik rozi emas. Chunki o'yin nazoratini berib qo'yishdi ular. Eldor yaxshi o'ynadi. Abbos. Va tushunmay qolishdi va Abbos kelib to'g'riladi. Nasrullayev yo'qotdi to'pni. Bu yoqqa hujum juda chiroyli kirib borishyapti va Haytovurki to'xtadi. Bunaqa xato qilmaslik kerak bu joylarda. Ketdi Abbos. Yana bitta qarshi hujumga urinish. Eldor qochdi, lekin tushundi-yu keyiniga. Pressing oxirigacha Kone bo'ldi. Endi kuch tejash kerak. Eldorni ikki kishlashib yopishyapti. Bo'ldi, Kanada ham 0-0 bilan chiqib ketishga rozi. Buchanan aldadi. Lekin Abduvaqt bu joyda tayyor edi. Bo'ldi, hushtak chalinadi. Birinchi bo'lim poyoniga yetdi do'stlar. Yomon boshlanmadi. Umumiy olganda yomon boshlanmadi. Ikkinchi bo'limda bir qator o'zgarishlar bo'ladi va unda yana boshqa ishlarni ham amalga oshirib oladi Fabio Cannavaro. Biz ham biroz tin olamiz. Butun mamlakat o'yinda Pepsi sotib ol. Qopqoq ostidagi kodni ro'yxatdan o'tkaz. Isming yozilgan 12-o'yinchi futbolkasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'l. Qimmatbaho sovg'alar va 12 ta avtomobildan birini yutib olish uchun kurash. QR kodni skanerla va sen o'yindasan. Safarlarda Jatetsk pivo mutaxassislari turli mamlakatlarning ezgu an'analari va san'at asarlari bilan tanishdilar. Bularning barchasi Jatetskiy Gus eksportni yaratish uchun. Jatetsk xmeli va turli mamlakatlar an'analari asosida tayyorlangan yumshoq va boy ta'mga ega lager. Jatetskiy Gus eksportni yangi ufqlar sari. Haqiqiy Kati Palpi shu yerda. Chinakam apelsin sharbati va bo'lakchalari uyg'unlashgan ichimlik. Kati Palpi apelsin. Formula 1 Sting kabi jaranglaydi. Sting Formula 1 poygalari rasmiy hamkori endi O'zbekistonda. Har lahzani quvvatlang. To'lovlaringizni klikda amalga oshiring. Naqd pul va cheklardan voz keching. Virtual daraxtlarni o'stiring. Klik esa haqiqiysini egadi. Yashil merosni birga yaratamiz. Barga xuddi bir inson bu 34 yillik yo'l. 11 qahramon maydonda 12-chisi bu sen, bu men, bu biz birga o'yindamiz. Parvoz sosiskalari. Narxi shunchalik adolatliki, ortig'i bilan xarid qilaverasiz. Parvoz adolatli narx. Tabiiy yaxna choy Lipton Mango Exotic. Lipton yaxna choyi hamma narsani o'zgartiradi. Doniyor hali kichkinaligida joy berishlari uchun nima qilish kerakligini yaxshi bilardi. Doniyor ulg'ayib, mashina sotib oldi, ammo unga yo'l berishlari uchun chiroqlarni miltillatish odati qolmadi. NBUdan avtomobil xaridi uchun maxsus taklif. NBU doimo siz bilan birga. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin.
Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Seni qorinchang juda kichkina. Likopcha ham juda kichkina. O'sish va rivojlanish uchun esa senga juda ko'p narsa kerak. Nestle bo'tqalari vitaminlar va probiotiklar bilan mustahkam immunitet uchun maxsus kichkintoylar uchun yetishtirilgan donlardan, sinovdan o'tgan fermerlar dalalaridan. Mazali Nestle bo'tqalari. Har bir likopchada foyda. Yangi Sprite Mojitoni tatib ko'r. Muzdek salqinlikni his et. Cheers'ni 50% kamligi haqida reels olamiz, qo'ylar. Yoki cheers raqqosadir. U shunchaki juda yengil. Shunchaki cheers'ni yog'i kamroq deb qo'yarmiz. Yangi BYD Yuan Up DMI gibrid. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 3.1 litr. Yurish zaxirasi 1100 kilometr. Uzoq masofa, kamroq sarf, ko'proq zavq. Narxi 266 million 700 ming so'm. Shunday voqealar borki, ularni chin dildan kutasiz. Yangi his-tuyg'ularni yaqinlaringiz bilan baham ko'rish, o'yin zavqini his etish va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan xalqaro darajadagi sifatni kashf etish uchun Sarbast sifat chempioni. Zo'r TVda tomosha qiling. Zo'r TV telekanali taqdim etadi. O'ziga xosligi bilan hayratga soluvchi xonanda Jahongir Otajonovning konsert dasturi. Faqat Zo'r TVda. O'tkazib yubormang. Hazal sizga omonat. Hazal. Zo'r TVda yangi turk seriali. U ayolni ona demayman. U meni onam emas. Onammas. Xolam. Qamoqxonaga Melikani olib chiqqani borasan. Qo'lini o'pib uni oyit deysan. Yo'q, demayman. Deysan dedim. Melikani qizi o'lmagan. 20 yil nohaq qamoq. Ozodlikda esa xiyonatga to'la yangi qamoq. Halog'duru uni qizi emasligini bilib qolsa hammasi tamom. Bu mukammal oilaga hech kim rahna sololmaydi. Ko'zlarimga qara. Akangni qotili menmanmi? Sen bo'lmasang kim unda? Ular bizni hayotimizdan nima istayapti o'zi? Hazal, tug'ma holing yo'q-ku. Og'ir taqdir, oilaviy sirlar. Katta xatoga yo'l qo'yding. Badalga tayyor tur. Hammasi haqiqatmi yoki hammasi yolg'onmi? Zo'r TVda yolg'on. Futbol bo'yicha jahon chempionati 2026. Unda milliy terma jamoamiz to'p suradi. Millionlar o'yinini millionlab yurtdoshlarimiz tomosha qilib, milliy jamoamizni qo'llab-quvvatlashiga ishonamiz. 11-iyundan 19-iyulga qadar faqat va faqat Zo'r TV telekanalida jonli namoyish etiladi. Himoyachilar qurshab olishdi. Ularni birin-ketin aldab o'tdi va hisob ochildi. Agrobankdan omonat, behuda xarajatlardan himoya. Translyatsiya rasmiy homiysi Uzcard. Zo'r TVda o'tkazib yubormang. Biz millionlarimiz hammamiz har xil bo'lsa bordir. Ko'chalar va mahallamiz farqi. Bugun bir nafasda yurtimning shimol va sharqi. 12-o'yinchi bu har kim. Bitta zarba bir imkon, 8 million. Birga xuddi bir inson, bu 34 yillik yo'l. 11 qahramon maydonda, 12-chisi bu sen, bu men, bu biz, birga o'yindamiz.
Har payshanba kuni to'yimli tushlikdan keyin Umid va uning hamkasblari hisobni bo'lishadi. Doimgidek ofitsiant kutib qolmasin deb Umid hamma uchun o'zi to'lab beradi. Qolganlar esa doimgidek Anorbank ilovasida uning kartasiga pul o'tkazishadi. Pul o'tkazish kerak bo'lsa, Anorbank xizmatga shay. Doimgidek. Yosh oilada tashvishlar doimo yetarli. Va qachonki pul kerak bo'lsa, men Ipoteka bankdan boshlayman. 100 million so'mgacha mikroqarz. Avval Ipoteka bank. Yangi BYD Yuan Up DMI gibrid. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 3.1 litr. Yurish zaxirasi 1100 kilometr. Uzoq masofa, kamroq sarf, ko'proq zavq. Narxi 266 million 700 ming so'm. Qulay yashash uchun ipoteka oson endi pasaytirilgan stavkada. Yillik adya 16.99%. Formula 1 Sting kabi jaranglaydi. Sting Formula 1 poygalari rasmiy hamkori endi O'zbekistonda. Har lahzani quvvatlang. To'lovlaringizni klikda amalga oshiring. Naqd pul va cheklardan voz keching. Virtual daraxtlarni o'stiring. Klik esa haqiqiysini ekadi. Yashil merosni birga yaratamiz. Asl Farhod ilk halol servelati siri serob go'sht, tog'dek mo'l, sara go'shtda. Musaffo buloq suvi o'zimizning noyob ziravorlarimizda. Lekin eng muhimi aynan o'sha o'zgarmas ta'mdadir. Rozmedov go'shtdan qilingan. Yangi BYD Yuan Up DMI gibrid. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 3.1 litr. Yurish zaxirasi 1100 kilometr. Uzoq masofa, kamroq sarf, ko'proq zavq. Narxi 266 million 700 ming so'm. Chersning yog'i 50% kamligi haqida reels olamiz, qo'yalar. Balki Chers sportchidir. Shunchaki Chersning yog'i kamroq deb qo'yarmiz. Felix, menda sen uchun yangilik bor. Felix mazali pashtet. Qarang qanchalik yumshoq. Mushuk bo'lish qanday ajoyib. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs hayot lazzatidan bahramand bo'l. Terlamaydigan kimsasiz orol qahramoni. Salqin yalpiz hidi kelmoqda. Aqlga sig'maydi. Bu tetiklikning sababi mana shu. Yangi Cold Spice dezodorant stigi oniy salqinlik hissi uchun. Snapdragon 7S Gen 4 5G platformasi, 144 Hz Ultra HDR display, 90 Watt tez quvvatlash, 6500 mAh batareya. Uzun marketdagi Infinix rasmiy do'konida. Infinix Note 60 Pro yangi potensial sari. Gemoroy chiqdimi? Flibotia 600 iching va yengillikni his eting. Qaysi biri xavfsizroq? Boshqa shaharga tajribasiz poygachi bilan borishmi? Yoki Yandex.Go ilovasida shaharlararo buyurtma qilishmi? Bu yerda barcha haydovchilar tekshirilgan, tezlik va haydash uslubi nazorat ostida. Yangi shaharlararo xizmati Yandex.Go ilovasida. Ипотека, с которой комфортно жить. Осон теперь по сниженной ставке. Всего 16,99% годовых. Tabiiy yaxna choy Lipton Mango Exotic. Lipton yaxna choyi hamma narsani o'zgartiradi.
Butun mamlakat o'yinda Pepsi sotib ol. Qopqoq ostidagi kodni ro'yxatdan o'tkaz. Isming yozilgan 12-o'yinchi futbolkasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'l. Qimmatbaho sovg'alar va 12 ta avtomobildan birini yutib olish uchun kurash. QR kodni skanerla va sen o'yindasan. Ikkinchi bo'lim boshlanyapti. O'zbekiston milliy jamoasi maydonga qaytmoqda. Birinchi bo'lim futbolchilarimizning ustunligi ostida o'tdi deb bemalol ayta olamiz, chunki xavfli vaziyatlar borasida biz ustunlik qildik. Ikkita golli vaziyat yaqqol XG da ham yarimta gol deb berishyapti, lekin menimcha Eldor Shomurodovning birinchi vaziyati kattaroq statistika bilan qayd etilishi kerak. Abbos Fayzullayev maydonga tushgandan keyin o'ng qanotimizdan va markazdan uyushtiriladigan qarshi hujumlar ancha sifatli amalga oshish boshlandi. Hozircha o'zgarishlar ko'zga tashlanmayapti. Eldor Shomurodov sheriklari bilan vaziyatlarni muhokama qilmoqda. Bu yaxshi, albatta. Muhokama qilib, maslahatlashib, ikkinchi taymda xatolar ustida ishlash, chunki birinchi taymning birinchi qismi tan olishimiz kerak, biz uchun oson kechmadi. Bir necha bor kanadalik futbolchilar bizni jarima maydonchamiz ichida o'ta faollik ko'rsatishdi. To'g'ri, xavfli zarbalargacha yetib borishmadi-yu, baribir bo'ldi Kanadada imkoniyatlar, ayniqsa individual yakka kurashlarda. Keyin u yog'iga tushib olishdi bizning yigitlar. Vaziyatga sekin-sekin nafaqat qarshi hujum, balki taym oxirida pozitsion hujumlar ham tashkil etishdi. Boshda yarim soat to'p nazorati bo'yicha 60 ga 40 edi. Oxirgi qismida O'zbekiston terma jamoasi tenglashtirib oldi deyarli, 51 ga 49 bo'lib turibdi. Deyarli bu tenglik degani umumiy. Demak, o'sha uchrashuvning ikkinchi qismida nafaqat vaziyatlarga ega bo'ldik, balki to'p nazoratida ham raqibga munosib qarshilik ko'rsata oldik. Kanadada esa darvozabon almashtirildi va adashmasam himoyachi, yana bitta himoyachi almashtirildi. Mana ketma-ket o'zgarishlar. Kanada ikkinchi bo'limni boshqacharoq tarkibda o'tkazadi. O'zbekiston o'sha tarkibni qaytardi. Saliba degan futbolchisi bor ekan. Kanadani yarim jamoa almashtirib tashlandi. Va ko'ramiz endi. Asosiy darvozaboni tushdi shekilli. Bizda ham asosiy darvozabonimiz bor zaxirada. Hozircha tushmadi. Konyer, Osorio, Ahmad, hop, Dein Clear birinchi raqamda, Dein St. Clair darvozabon, Maxim Kripeo o'rniga tushdi. Ikkinchi bo'limni boshlashdi kanadaliklar. Inter Miami darvozaboni, asosiy darvozaboni. Out ishlab oldik. Bitta ham o'zgarish yo'q O'zbekistonda. 60-daqiqadan boshlanadi shekilli. Shukurov to'pni oldirib qo'ydi maydon markaziga yaqin hududda, o'zi xatosini to'g'rilashga harakat qilmoqda. Chap qanotda Kanadaning hujumi, ichkariga xavfli pas ulgurdi Abdulla Abdullayev. Bugun ancha yaxshi harakat qilyapti, so'nggi pallalarda to'pni qaytarib. Markazda to'pni yo'qotish naqadar xavfliligini hozir ko'rdik. Juda hujum tezlashib ketib qoladi-da. Yangi formada o'ynayapmiz bugun, aynan jahon chempionatida harakat qiladigan formamiz. U forma ham yomg'ir bilan kurashyapti. Asosan jarayon o'sha o'ng qanotda kechyapti. Birinchi taymdagi sariq kartochkalarimiz, o'zgarishimiz, xavfli vaziyatlarimiz hammasi o'ng qanotdan va hozir ham o'ng qanotimiz faol. Yaxshi. Husanov, Shukurov yigitlarda o'ziga bo'lgan ishonch ortdi. Endi
birinchi bo'limni qanday boshlagan bo'lsa, Kanada shunday boshlamoqchi. Yo'q. Yana yo'qotildi to'p, yana markazda to'p uchun kurash. Hamrobekov. Hammasi hal. Osorio. Ikkinchi taymda Kanada xuddi birinchi bo'limda kechgan jarayonni qaytarmoqda, ya'ni erta pressing, katta kuchni oldinga oppa bos Fayzullayevdan ajoyib pas Eldor ham davom ettirmoqchi edi. Sal noaniq. Bu yoq beshak shekil bo'lardi. Va o'zbekistonlik futbolchilar ba'zi epizodlarda o'sha muxlislar uchun chiroyli o'ynashga intilayotgani shaxsan menga yoqyapti. Ishonchni ham oshiradi. Baribir bu katta klublarning bir kuzatuv zonasi jahon chempionati va undan oldingi tayyorgarlik. Oldik. Oston yo'q. Yordamga 3-futbolchi kelishi kerak edi. Hayallaganligi uchun oson oldirdik. Birinchi bo'lib Husanov. Ozgina pauza ham ushadi ataylab. Abdullayev endi maqtayotgandik. Saqlab qoldi to'pni har holda, lekin xavfli edi bunaqa o'ynash. Va markazda yomonda bu narsa. Mana zaxira futbolchilari titrlarda ketyapti. Priso maydonga tushgan, Osorio maydonga tushgan, o'sha Buchanan ketgan. Choynera Estakio ketdi. Larin ham hujum chizig'ida o'ynagan futbolchi. Olivasey hududlar bo'shadi. Abbos oxirigacha bordi va yutib oldi to'pni. Qatana harakati yordamida yashirdi raqibidan va uni full ishlatishga majbur etdi. Yaxshi bo'ldi Abdulla Abdullayev tezda tiklangani, baribir o'sha Cannavaro ko'pincha aytib o'tyapti. Jarohatlanganlar bilan alohida guruh ishlayapti. Ularni tezroq tiklash, maydonga qaytarish borasida. Va tanlov albatta juda muhim. Qaysi markaziy himoya. Endi oldin ham aytganman, Abdulla Abdullayevni bitta jihati bor, murabbiylar buni qadrlaydi. U kerak payt markaziy tayanch yarim himoya zonasiga chiqib, mana hozirgiga o'xshab, markazga chiqib turib, o'sha yerda bo'shliqni to'ldirishi mumkin. Zo'r. Offside yo'qmi? Oston pas berish kerak edi menimcha. Jonathan David yaxshi o'ynadi, lekin bu yog'iga emas. Juventus ham yaxshi boshlab, bu yog'iga pasayib ketdi natijalar. David Juventus a'zosi. Shoma Oston noaniq pas, lekin qoldi to'p bizda. Orqaga uzatma Abduvohid Ne'matov. Lekin birinchi bo'limdagidek tinimsiz bosim qilmayapti. Hali epizodik. Chunki tushundi, bu foyda bermas ekan O'zbekiston jamoasi bilan. Qolaversa, biz baribir qarshi hujumga tayanyapmiz va katta kuch bilan Kanada oldinga borishi 1-2 marta jazolanishi mumkin edi. Shundan ham xulosa chiqardi Kanada murabbiyi. Abdullayev juda xavfli o'ynayapti. Bizniki. Kone Saliba o'zgarishi. Boshqa Saliba.
Darvoqe fransiyalik Saliba jarohat topdi. 2 haftacha ketadi deyishyapti taxminlarga ko'ra tiklanishiga. Lekin bu bizning muammo emas deydi. Hatto Fransiyaning ham u qadar jiddiy muammosi emas guruh bahslarida menimcha. Bora o'rdan bosadigan. Endi to'g'ri, Hollandga qarshi o'yini ham bor. Fransiyani. Kecha Hollandsiz, Edegorsiz qo'shnilari Shvetsiya ustidan Norvegiya 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Abdullayev. Bosqilik bilan o'ynashyapti. Jamoalar ikkinchi bo'limda nisbatan risk kamaydi, boyagidek to'qnashuvlar, sariq kartochkalar kamaydi. Menimcha murabbiylar bu borada gaplashishgan tanaffusda. Kanada uyida o'zini ko'rsatgisi kelyapti. O'zbekiston o'rtoqlik ilk o'yinida o'zini ko'rsatishni xohlayapti. Sherzod, Eldor, Oston, Sherzod, Tiki-taka, ketdi. Eldor. Braksiz o'ynadik yaxshi. Ilda. Yana bu safar Kanada ilib ketdi. Oldik. Kanada qo'ldan chiqib ketdi. Ilgan joyda qo'ldan chiqib ketdi. 54-daqiqa. Zo'r TV'da tomosha qilyapsiz ushbu uchrashuvni erta tongdan. Yana to'p yo'qotildi. Tezkor qarshi hujum bo'lishi mumkin. Mana shu yaxshi emas. Ulguradimi? O'ziga o'zi to'g'rilab oldimi hozir? Hoppa, Sayfiyev Jonathangacha to'p bormasligini ta'minladi. Mana shu futbolchi yaxshi o'ynayapti. Jonathan Davidmi? Yo'q, zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Osorio. Burchak zarbasi bu ham bir test. Juda ko'pchilik kanadaliklar darvozabon maydonchasi ichiga to'planib olishdi. Bu ham bir qandaydir uy vazifasi shekilli Kanada ijrosida. Endi britaniyaliklardan kelgan-ku bularga futbol. Qaytarildi. Ne'matov Oston yana bitta yaxshi o'yladi, lekin o'tkazib beraman deb o'yladi. Lekin Abbosga yetib bormadi. Jayden Nelson chap qanotdan joy oldi himoyada. Bu ham ancha faol. Mana. Xavfli vaziyat, uzoqdan zarba. Yo'q, foul qayd etilmaydi. O'yin qoidasi buzilgandan keyin Kanada hujumni davom ettirdi. Chiqyapti tepaga Abdulla Abdullayev. Ikkinchi bo'limda deyarli chiqmadi. O'sha o'zini zonasida o'ynadi. Ya'ni birinchi bo'limda. Ikkinchi taymda esa sal o'yin uslubi o'zgardi. Shunday mayda detallari ham bor. Jayden Nelson ekan. O'sha chap qanot himoyachisi. Hamma joyda 38-raqam deb berilganda qaydnomaga qaradim baribir. 29. 29 maydonda yo'qdek ko'rindi. Kanadalik Saliba maydon markazida harakat qilyapti. Voy, pas qilib berdi, kutilmaganda. Shuni to'xtatish kerak. Taqib qildi, Ashurmatov baribir xalaqit qildi. Ha, tepolmadi aniq. Uluvasi. Lekin kombinatsiyani Kanada yaxshi tashkil etdi, tan olish kerak. Markaz orqali.
Rustamjon toza o'ynashga intildi oxirgacha, o'sha fol ishlatib qo'ymasdan. O'zi qaytarmoqchi ham bo'ldi. Mabodo to'g'ri tepganda qaytarish uchun oyog'ini ko'tarib yiqildi-yu. Nematov yonidagi sherigiga pas Hamrobekov pastga tushdi, shu sababdan Sayfiyev va kelisha olmay qolishdi bu yerda kanadaliklar, ammo yana markazga chiqib ketishdi. Yana ochilayotgan futbolchi bor. Bermaslik kerak. Afsus. Osoriya gol uryapmiz. Bu to'xtatgandek edik hujumni, negadir oxirigacha o'ynashmadi yigitlar va yaqin burchakka Ne'matov to'pni qabul qilib olmoqda. Ha, mezbonlar gol urib olishdi. Va bu endi bizning rejalarimizni o'zgartiradi. Ha, endi bitta-ikkita baribir o'zgarish qilsa kerak Fabio Cannavaro, jonlantirish uchun ham. Shu joyda xato ketdi Sayfiyev va bo'shliq paydo bo'lib qoldi. 3 ta markaziy himoyachimiz bor. Nasrullayev yetib kelmagan ekan. Endi o'sha hujumga chiqayotgan paytiga to'g'ri keldi-da. Yana harakat qildi Rustam Ashurmatov, lekin bu safar ulgura olmadi. Mana endi darvozani qaytarsa bo'lardi, mayli. Ana endi imkoniyatlarimizdan yaxshiroq foydalansak yaxshi bo'lardi. Oston tezlikni oshirmoqda, qanot bo'ylab ichkariga yaqinlashib burchak zarbasi ishlab oldi. Toronto klubi a'zosi Abbos standartlar ijro etyapti bu ko'rinishdagi tarkibimizda. O'zi G'aniyev ham standart ijro etish kerak edi, jarohat oldi. Hamma Husanov yopyapti, bar APLdan kelgan bo'ladi. Uzatma. Darvozabon chiqib keldi. Hamrobekov qo'ydi buzdim. Kanada o'tib keta olmadi. Endi esa yana egallab olmoqda. Xatolar ko'paydi. Abdullayev out bizning foydamizga. Shukurov tezda to'p so'rayapti. Hujumkor rejimni yoqdi-ku. Ha, golga munosabat bildirib qo'yishimiz kerak baribir. Issig'ida Shomurodov. 1 soat ketdi. Yana to'p yonchilikdan o'yinga kiritib beriladi. Otabek terma jamoamiz bosh murabbiylari, guruhimiz hammasi o'sha K'dan boshlanish haqidagi mashhur gaplar bor edi, bilasiz. Safardagi raqibimiz ham Kanada ekan o'zi. Murabbiyimiz ham Katanets, Kapadze, Cannavaro, Kanada. Kamiga. Shurmatov markaz tomon. Bu yerda kurash. Nasrullayev. Abdullayev. Chap qanotda, o'ng qanotda ko'p to'p yo'qotyapmiz. Yana o'sha o'ng qanot va shuning natijasida birinchidan gol ham bo'ldi, ikkinchidan esa kanadaliklar
tushunib turishibdi, shu tomonga bosim o'tkazgan. Xuddi o'sha Chempionlar Ligasining finali Maskeraning qanotiga zarba beraverishdi-yu. Oxir oqibat natija berdi bu. Mana yana xato va bu yog'iga dubl muallifi bo'lishi mumkin edi agar to'g'rilab olganida Osorio. Hojiakbar Alijonov tez fursatda yana safda paydo bo'ladi degan umiddamiz. Baribir shu qanotning doimiy vakili va terma jamoamizning asosiy futbolchisi bu pozitsiyada Husanov qoida buzmadi. Kanadalik esa buzdi. Va bu Matthew Shoniya. Shu o'yinlarda ba'zi kamchiliklar yuzaga chiqishi yaxshi holat biz uchun. Yana xato. Yana o'ng qanot to'g'riladik. Fayzullayev. Ketdi Fayzullayev to'g'ri qildi. Ya. Fayzullayevning o'zi ketish kerak edi hozir. Birdan oldinga tepib yuborishdi. Mana bu yangi darvozabon tushib umuman muammo bo'lmayapti unga. Qarshi hujumlarimiz ham yo'qolib qoldi. Bar Kanada juda ko'p futbolchilarni almashtirdi-da, yangi kuchlar tushdi. Bizda unday bo'lmadi. Cannavaroning yon daftarchasi ancha yozuvlar bilan to'lmoqda. Ishlaydigan tomonlar bor. Yana David Jonathan yaxshi raqib bo'lib beryapti Kanada. Bo'ldi, mana bu pas Abduvohid joyida. Choynieri. Los Angeles klubi vakili. Abbos Shomurodov zo'r to'g'riladi. Hech kim yo'q ekan bu yerda. Lekin markazda kurash. Hoppa, yaxshi. Abdullayev. Kanada gol urgandan keyin ortga chekinmadi. Abdullayev jarohat olganga o'xshaydi. Yana qayta hujumlar ham tashkil etyapti. Maydon markazidagi nazoratini ham qo'yib yuborgani yo'q. O'sha tempda davom etyapti. Osorioning ancha ta'siri bo'lyapti. Aytganimdek, baribir Kanada zo'r bizga test bo'lib bermoqda. Ochib beryapti ba'zi kamchiliklarni. Bundan ham og'ir bo'ladi-da, shuning uchun yaxshi bo'lyapti. Kolumbiya bilan. Kanadani pressing bo'lmay qoladi. Kolumbiya Kosta-Rika ustidan g'alaba qozondi bizdan sal oldin. Qarshi hujumga ajoyib chiqishyapti. Husanov. Tindirmayapti Kanada hujumni. Shoma oldi. Berdi. Oston. Chiqib keldi. Sug'urtaladi markaziy himoyachi kanadalik va darhol hujumga.
Qarshi hujumga ham o'tkazishmayapti. Jonatan ofsayd. Ikkita futbolchi qolyapti oldingi chiziqda hujum tashkil etilayotganda, chunki boshqalar himoya bilan ovora bo'lib qolishdi. Anchadan beri Kanada shunga majbur qilyapti. Yangi futbolchilarni tushirishga taraddud. Zo'r Abbos, zo'r ketdi. Mana shuni bir sifatli yakunlab olaylik. Fayzullayev qaytib keladi. Yana ketdi. 25-raqamli Saliba. Cornelius birinchi taymdan keyin qolgan futbolchilardan biri. Avazbek O'lmasaliyev tushmoqchi. Ya'ni u tayyorlandi va hozir almashadi. Kim olinadi? O'yin qanotini kuchaytirish uchun Azbek Omonov ham tushmoqda. O'rozov bilan birgalikda Mazgavoy ancha-muncha o'sha biz endi mana katta rotatsiya qilyapmiz. Sherzod Nasrullayev, Abdulla Abdullayev, va Shohruz Hajjayev jamoa menejeri bu yerda oydinlik kirityapti. Kim o'rniga Oston ham ketdi. Hozir Omonov uning pozitsiyasiga tushadi. Shukurov. Mazgavoy tushunarli bu yerda pozitsiya bo'yicha oldin chiqib olsin deyapti hakam. O'rozov. Hushtak chalib chaqiryapti sherigini. Maydonga qaytib tushib yana chiqib ketish kerak ekan Sherzod Nasrullayev. Qandaydir Mazgavoy tushib qaytib keldi. Sherzod ham chiqib turib qaytib tushdi. Jahongir O'rozov, Dinamo Samarqand. Ketdi David. Zo'r o'yin o'tkazdi. Mana bu yangi futbolchilar. Bol nihoyat kelishib olishdi. Xo'p, demak, chap qanot himoyachisi, markaziy yarim himoyachi va qanot hujumchisi. Mana shunday o'zgarishlar bo'ldi bizda. 3 ta o'zgarish. Asosan chap qanotga yo'naltirilgan o'zgarishlar va bitta markaz. Hujumning chap qanoti va himoyaning chap qanoti. Shomurodov. Yaxshi o'ynadi mana bu yerda Azizbek Omonov. Yo'q. Lekin qarshi hujum bo'lishi mumkin. Yaxshi Abbos tep o'zing. O'yinda ham variant bor edi, Sayfiyev ochildi. To'g'ri qildi deb o'ylayman. Endi yana bir qadam, ikki qadam yaqinlashib tepsa zo'r edi-ku. Darvoqe aniqlik kiritib ketdi. Boya Sherzod Nasroyev chiqib ketayotgan joyda qaytib tushdi-yu. Abdulla Abdullayev chiqib ketib turib, uni o'rniga O'rozov tushdi. Demak, markaziy himoya chapida o'ynaydi u. Ashurmatov o'ngga o'tdi. Husanov markaziy eng markaziy himoyachiga aylandi. Hozir markaziy himoyamiz uchligi to'liq pozitsiyalari o'zgarib ketdi. Mana endi aniq.
O'rozov chap markaziy himoya. Chap markaziy Sherzod qoldi. Husanov markazga o'tdi, Ashurmatov o'ngga. Zo'r o'yladi. Abbos o'zini taklif etyapti. Mazgavoy, Nasrullayev. Va yana bitta narsa, Abbos chapga o'tdi hujumga, Azizbek Omonov esa o'ngdan ketgani uchun Azizbek Omonov o'ng qanot hujumini joy oldi. Ya'ni bu yerda ham ikkita qanot ozgina transformatsiya bo'ldi. Va Abbos o'zining ishchi pozitsiyasida o'ynayapti. Yaxshiroq his qiladi-yu chapda. Yaxshi. O'qidi Husanov. Mazgavoy. Deyarli o'sha 2-3 ta ketma-ket pas qilish imkonini bermayapti Kanada, uzib tashlayapti bog'lamlarni. Omonov. Ashurmatov. Kurashga tashlab berdi. Yana 3 kishi Kanadada qarshi hujumga qochyapti. O'tkazib yuborishdi. Yana o'sha Asariyomida va bo'ldi. Yaxshi o'ylangan edi ular tomonidan. Nelson Jayden yaxshi harakat qilmoqda shu qanotda. David Promissa zarba yo'llagan edi. Nimadirlar bo'layapti maydonda. Yo'q, takroriy lavhada ovoz ketyapti. Mana boya shunga ovozli takroriy lavha bo'lyapti. Ha. Xuddi o'shani takrorlab beryapti. Boya shunaqa o'ylagandim. Keyin 3-4 marta e'tibor berildi. Hop, 15 daqiqa vaqt bor. Jahon chempionatida oxirgi 15 daqiqaliklar katta rol o'ynaydi hozir. Qoida buzildi. O'sha rejimni namoyish eta olishimiz kerak. O'rozov. Himoyani ham menimcha o'sha uchligini ko'rib oldi bugungi uchrashuvda. Qaysi o'rinlarda qanchalik foyda keltiradi. Niderlandiya bilan sal boshqacharoq tarkibda boshlashimiz ham mumkin. Misol uchun O'rozov asosiyda boshlashi mumkin. Yana markaz. Hop oldik. Husanov yana bitta. Husanov yana qaytdi orqaga. Nelson. Janubiy Amerika jamoalariga o'xshab o'ynayapti baribir. Afrika jamoalariga ham emasda, aynan Janubiy Amerika futboliga yaqinroq. Anchadan beri to'p uchun kurashyapmiz. Anchadan beri Kanada bermayapti. Va 8-raqam hisob 0-1 bo'lishiga qaramasdan tizgin o'zgarmayapti. Ya'ni Kanada to'pga egalik qilyapti, biz qarshi hujum kutyapmiz. Mana bu yerda imkoniyat o'sha qarshi kutgan hujumimiz qarshi bitta o'zi qolib ketdi. Eldor ajoyib va endi yakunlash shart edi. Burchak zarbasi. Eldor zo'r o'ynab qo'ydi o'sha joyda. Eldor Shomurodov pasni ham, qochishni ham o'z vaqtida amalga oshirdi.
darhol qaytarilishini kutdi-yu, ichkaridan yorib kirish. Nasrullayev qochirib yubordi ozgina to'pni. Mana takrorlavha. Ovoz. Fayzullayev yana to'pni o'yinga kiritsa kerak, o'ng oyoqda ichkariga aylantirib trayektoriya bilan va mana endi Eldor ikkinchi qavatda o'zini ko'rsatadigan vaqt keldi. Bitta urib qo'yarmidik burchak zarbasidan. To'p aylandi, lekin qaytarishdi. Imkon bor. Azizbek Omonov to'g'rilab oldi. Zarba yo'llandi O'rozov tomonidan. Mazgavoy shu yerning o'zida qolyapmiz. Hamrobekov, Mazgavoy orqaga endi iloji yo'q. Hamrobekov bo'sh zona, uzatma, rikoshet, to'p qaytarilyapti ikkinchi qavatda. Kurash O'rozov, Hamrobekov shu joyni o'zida to'xtatdik yaxshi. Mazgavoy, Fayzullayev yaxshi rejalashtirdi. Kutilmagan ishni qildi. Yaxshi qo'shdi O'zbekiston va juda yuqori liniyada o'ynayapmiz. 15 daqiqalikni boya aytganimdek jahon chempionati rejimida o'tkaza olishimiz kerak. Eng asosiysi o'sha yuqoriga chiqib ketganda raqibni qarshi hujumga ham o'tkazib yubormaslik kerak-ku. Ayo qiyin. Fol yo'q. Shu yerda pressing. Oldik. Husanov. Zo'r Husanov. Iloji yo'q bu yerda zonalari yopiq. O'rozov. Husanov harakatlari aristokratik, boshqacharoq. Ulgura olmadik. Oy, ajoyib. Omonov. Sayfiyev. Bu ham chiroyli o'ynashga intildi. Mazgavoy. Kanadaliklar ustozi tushuntirib yotibdi. Kim baqirdi hozir o'zi? Ustozim. Kanadacha baqirishmadi bu o'zbekchami? Marsh dedi-da. Oldirdik va bu hozir qimmatga tushishi mumkinmi? Offside. Yo'qmi offside? Bor. Tezlikla to'p o'yinga kiritildi. Linesman o'ynab qo'yishga berdi-yu, offside bor edi. Offside bor ekanmi? Offside bo'lsin-u iloyo. Rosa nishonlab bo'lgandan keyin bekor bo'lishi qiziq bo'ladi. Promise David. Bungacha esa biz hujum tashkil etdik shekilli. Kanada darvozaboni yotibdi. Havo ham o'zgarib ketdimi takror lavhadan keyin? Bulut pastlagandek. Vaziyat bo'pti. Mana. Voy, ochiq turgan ekan. Omonov ko'rmabdi bor-ku Sayfiyevning ochiqligini. Sayfiyev lekin juda ko'p energiya sarflaydi baribir. U yoqdan bu yoqqa yugurib borib kelishda uncha-munchasi bardosh bera olmaydi uni futboliga. Ha, mehnatkash. Oxirgi 10 daqiqalik do'stlar. Yaxshi tayyorlanibdi Kanada jahon chempionatiga. To'p o'tdi, qoyil shu Sayfiyev. Zo'r vaziyatlardan biri bo'lardi. Yana orqaga qaytdi. Oldik. Hamrobekov. Zo'r. Boshqa agressiv o'ynab tashlash kerak. Shomurodov ulgurdi. Katta Omonov ulgur. O'zi tepsa ham bo'lardi, lekin oxirigacha yomon emas. Muhimi jang qilyapmiz. Darvozabon jarohat oldi anu tomonda. Uzalmashgan edi. Kanadada asosan muhojirlarning farzandlari
futbolchi bo'lib voyaga yetishgan. Albatta jarohat bo'lishi ham mumkin. Boshqa tarafdan O'zbekiston tempni oshirdi. Darvozabon jarohat olgan payt o'yin davom etmaydi albatta. Vaqtni qayd etib qo'yapti meksikalik referi. Uni keyin qo'shib berish uchun. Bo'ldi, hammasi joyida, kutilganidek. Darvozabonda muammo aridi. Dane St. Clair. Shu ko'p ehtimol ataylab ham qildi. Ha, tempni buzishga urindi. Xavfli vaziyatlar ko'paydi Kanada darvozasi oldida. Hech kim yo'q u tomonlarda. O'rozov Sayfiy o'rniga Igor Sergeyev tushdi. Yaxshi, mana risk. Hozir 4 ta himoyachi bo'lib o'ynaymiz oxirgi daqiqalarda. Faqat qachon amalga oshdi bu o'zgarish, buni ko'rmadik. Husanov toza. Yaxshi, Omonov. Sayfiyev bor. Chalg'itishdi bizni. Lekin qoida buzildi Sayfiyevga nisbatan. Buzildi-da boya. Bu Sayfiyevning chiqib ketishini oldindan aytilganmidi? Yozuv chiqdi-yu. Sayfiyev o'rniga Sergeyev degan yozuv chiqdi. Nega chiqdi hayronman. Abbosni ham voqli chiqarib borishdi, lekin u yerda haqiqatan chiqib ketgan futbolchi edi-da. Bu yerda chiqib ketgan holat ko'rilmagandi. Nelson o'yinga juda sifat qo'shdi mana shu futbolchi. Mana to'qnashuv ekan bu yerda aslida. O'zgarishlar ikkita. O'zbekiston Sergeyev tushadi rostdan. Berishgan ekanda o'zi. Ha, oldindan berilgan va chiqarib yuborishgan. Hamrobekov maydonni tark etdi. Esanov maydonga tushdi, Sherzod. Va ketdi. Igor Sergeyev yaqinlashdi. Zarba yo'lladi, shoshib qoldi biroz. Bu forward baribir shu joydan bir tushirib qo'yaman deb o'yladi. Yaxshi pas bo'lgan edi Igor Sergeyevga. Qiziq bo'ladi Esanovni kuzatish. U har doim ham bunday darajadagi o'yinlarda terma jamoa tarkibida o'yin tajribasiga ega emasdi. Abbos ketdi, hududi bor ozgina bo'lsa ham ajoyib. Ammo saqlab qola olmadi. Mazgavoy, O'rozov, har bir qarish uchun kurash bo'lib ketdi. Jeysonmada bu tomon Nelson, chap tomon va bo'shliq. Hop, darvozabon joyida. Yaxshi o'zi offsayd ham bor edi menimcha. Villarreal futbolchisi Ne'matov qutqardi bu vaziyatda jamoamizni. Offsayd bor edimi? Ushlabdi. Offsayd bor. Gol urganda menimcha aralashardi. Olivise 87-daqiqa.
Eng muhimi gol o'tkazganimizdan keyin reaksiya berdik. Masharipov faol mashg'ulot o'tkazayotganini ko'rdik. Ikkinchi qavat. O'rozov yetib boradi. To'p chiziqdan chiqib ketib yana maydonga qaytdi. Bizda o'zgarishmi? Yo'q. Shoshiryapti hakam. O'rozov. Esonov. Ozgina sarosimaga tushdi lekin Kanada. Nelson. Shu Nelson yaxshi ekan. Darvozabon to'pni o'yinga kiritib berish kerak. Hakam. Bu ertalabki nonushta yo'qligini hisobida. Xavfli vaziyat o'ng qanotdan. Ofsayd bormi Husanov? Lekin yo'qda endi. Endi bu yoq ishlamaydi. Ofsaydga ishongan edi. Abduqodir Husanov terma jamoa jarayoniga eng kech qo'shilganlardan. Toshkentdagi yig'inda qatnashmadi, to'g'ridan to'g'ri Nyu-Yorkka yo'l olib, u yerda ham adashmasam kelgandan keyin ertasiga kirishdi mashg'ulotlarga. Lekin tushib oldi bir pasda. Birinchi taym qiynaldi, ikkinchi taym u o'zini uslubiga o'tib oldi. Husanov oldingi chiziqda Ammonov kurash olib boryapti. Sergeyevga o'tmadi to'p. Ali o'xshash futbolchilar ko'payib ketdi Kanadada bor-ku. Juda ko'p ali fint qiladigan individual futbolchilar. Nelson bermaydi va o'zidan chiqib ketdi Nelson. Adashmasam. Burchak zarbasi ko'rsatyapti chamanda. Yo'qmi? Yangi davr boshlanyapti Husanov uchun ham. Boshqa murabbiy faoliyat olib boradi endi Man City'da Maresca. Voy, qorga aylandi baribir davron. Yaxshi ham bormanmiz a? Lekin bo'ldi, to'p chiqib ketadi. Oxirgi daqiqalar Nyu-York yaxshi deb baribir. Nyu-Yorkda ham nisbatan o'zimizga o'xshagan havo, taxminan bunaqa emas deb baribir. 25-27 deyishdi. Illiq. Va Meksikaniki butkul boshqacha hozir. Mana bu Kanadaning havosidan. 3 daqiqagina qo'shildi. Ancha o'zgarishlar, payt pauza, keyin darvozabon jarohat olgan payt. Shu joyda bekor yo'qotdik to'pni va natijada imkoniyat. Wow. Sezildi bor-ku. Juda yomon joyda yo'qotdik Sherzod Esanov. Yaqindagina maydonga tushgan futbolchimiz. Mana shu Nelson ob-havo qilib berdi-da. Shu ob-havoni ham shu o'zgartirdi. Juda oson. Juda oson. Markazda to'p oldirish tan olish kerak. Bizga yaxshi dars bo'ldi. Juda nam havo O'zbekiston uchun deb aytayapti. Mana bu muxlis, lekin qisman to'g'ri aytayapti. Mana shu joydagi kurash, natijada to'p yo'qotilishi
to'g'ri ochilish, yo'q, ham to'g'ri o'ynash va yo zo'r o'ynashdi. Nelson Mandela gol uryapti. Tan olish kerak. Himoyamizni bu golda juda oson kesib o'tishdi. Ha, mana test kerakmidi bizga? Jiddiy test. Xuddi guruhimizdagidek bo'lyapti Davron. Birinchi mezbon bilan o'ynaymiz deyarli va undan keyin kuchliroq raqib bilan o'ynaymiz, u Kolumbiyadan keyin Portugaliya. Bu ham shunaqa bo'lyapti. Kanada bilan o'ynayapmiz mezbon va Gollandiya. Natija unday bo'lmasin, muhimi. Ha, ungacha natijaga qaramay turamiz. Ha. Natija rol o'ynamaydi. Kayfiyat yigitlarning o'zi agar yana markazda to'p yo'qotilyapti, yana Nelson uchib ketyapti. Hozir pas beradi, yaxshi Haytovur qaytarildi. Uchtechalik yuborsa ham bo'laverardi. Bu yana ruhiyatini ham ko'taryapti-da jamoani, texnika, muxlislik qilishni bilmaydi kanadaliklar. Mana hozir futbolchining undovi bilan uyg'otildi. Sinib o'tirishdi bor-ku. Bo'ldi, demak, uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. 2-0 hisobida Kanada g'alaba qozonmoqda. Ikkinchi taymni yaxshi o'tkazdi. Buni e'tirof etish kerak. Kanada ikkinchi bo'limda qo'shdi. Va birinchi bo'limdagi urmagan, foydalanilmagan vaziyatlarimiz qimmatga tushdi baribir. Nachora. Endi umid qilamiz, mana shu uchrashuv Fabio Cannavaro va shtabiga jiddiy bir saboq bo'ladi. Ko'p narsalarni ko'rib olishdi o'zi. Va xudo xolasa Nyu-Yorkda terma jamoamiz endi sal yanada kuchliroq o'yin ko'rsatadi. Bugun ham o'zi aslida birinchi bo'limni yomon boshladi, xuddi Arsenal bilan PSG ga o'xshadi. Hali birinchi bo'limda Arsenal yaxshi o'ynagandi, keyin baribir hujumkor jamoa ilib ketdi-ku o'yinni. Shunaqa. Ha, 0-1 paytida biz o'zgartira olmaganimizdan keyin hujumga yakuniy daqiqalarda tashlangan paytimizdan Kanada foydalanib ketdi. Mana shu endi aniq Davis bo'lsa kerak, boya adashdik. Xullas Kanadada yetarli texnikali futbolchilar, ularni jahon chempionatida kuzatish qiziq bo'ladi. Kayfiyatni tushirmaymiz do'stlar, hammasi oldinda. Bu rasmiy uchrashuv emas. Bu o'yinda qancha ko'p kamchiligimiz ko'zga tashlansa bizga shunchalik foyda. Vaqt bor. 8-da Niderlandiyaga qarshi ikkinchi o'rtoqlik o'yini va undan u yog'iga jahon chempionati. Ham oson bo'lmaydi, ha, bizni jiddiy sinovlar kutyapti. Yigitlar bugungi uchrashuvdan kerakli xulosalar chiqarishadi. Murabbiylar ba'zi korreksiya, ya'ni tahrirlash ishlarini olib borishadi va u yog'iga o'yin kuchayadi. Ha, Alfonso Davis. Chunki muxlis yugurib chiqdimi o'sha? Ha, usiz ham Kanada terma jamoamiz darvozasiga yana 2 gol oldi, chunki oldin ham bir marta uchrashganimizda 16-yil 2-1 hisobida Kanada yenggan edi. Va bizda ham Eldor Shomurodov o'shanda qanotda o'ynab gol urgan. Har holda bitta golga tortadigan vaziyatimiz bo'ldi Eldorning o'zida. O'shanda ham Eldor urgan ekan, qanotda o'ynab, Geynrixlar o'ynagan ekan, Jeparov, Geynrix. Ha. Boshqa davr. Jahon chempionatining havosi, harorati menimcha boshlandi shu o'yin bilan.